Ostonaga ketilyapti. Almatidan. Tez yuradigan Talgo degan poyezdi bor. Talgo Tulpor. Cho'tkiydi mashinasi. Joyim 7 tepada. E8. Mana shu joy yoqdi. Eurospar magaziniga. Mana bitta ovqatlarni tayyor bo'lar ekan. Har xil. Bitta ham bor. Shunday bo'shani olib, mana bitta isitib, mana shu yerda yeb o'tirsa bo'lar ekan. Yeb, ishlab. Ko'cha unaqa. Sal ochilganday bo'lyapti. Yaxshi bo'lardi ochilib ketsa. Ostonadan o'qib o'tadigan ishim daryosi ekan. Mashtalar bilan ketyapman. Keyin ko'prik bor ekan. Ishim daryosi ustidan o'tgan. Do'mbira sifatida qilib qurgan ekan. Bitta shunaqa deb qoldi. Suvda o'tib ketyapman. Botanika bog'ini oldi. Katta qozonmi bor ekan Ostonada. Mana yugurishli joy ekan. Botanika bog'ida yangi qurilgan shekilli. Hali daraxtlar ham unaqa ko'p emas. Lekin yo'li ichi dahshat. Yugur deyapti. Ostona desa mana shu globus ko'z oldimda. Buni oti baytirek ekan. Globus emas, terek ekan. Terak daraxt. Atrofida rosa teraklar ekilgan ekanda. Mana globus deb o'ylayman men.
Ostonada mana shu anaqada turaman. Dom tagida hostel bor. Imonboyev ko'chasida. Ana joyda. Mana shu yerda Friends deb yozgan. Ikkovonma. Tinchgina. Yaxshi joy, mana bu o'tirsa bo'ladi. Bu iluroq bo'lgan payt. Shunaqa bo'ladi-da. Har xil odamlar oyoq kiyimi. Kirasan. Cho'xini kiyganga o'xshab. Bu 1, bu 2, mana bu 3. İşte bo'layotgan bo'ladi. Men joyim. Birinchi. Işte yotaman. Ichini ochib ko'rsatmayman. Mana kuxnyasi ham bo'ladi. Interessant narsalar olib yeb keturasan. Bularni emas. Boshqa odamlarniki. Tushligim ma'no. Yangi vokzal ekan, temir yo'l. Nurli yo'l. Shunaqa ekan. To'rtinchi etajdan ko'chani ko'ramiz. Mana bu yerda ham parkovka bor, faqat otni kallasi emasda, Toshkentdagi. Ostona shahri. Quyosh chiqdi Ostonada. 12-13 gradus ko'rsatyapti, 0 ekan. Shamol tufayli 10 ga o'xshar ekan. Zamonaviy binolari. Xon shatirma degan joy bor. Savdo markazi. Chetga kelyapman. Ichkarisiga kirdim. Hozir ko'ramiz tepasi qanaqa ekanini. Sizlar bilan birga ko'ryapman. Mana shunaqa ekan. Xon shatr. Xon chodiri bo'lsa kerak, o'zbek tiliga tarjima qilsa. Do'konlar brend deydimi? Savdo markazi. Qisqasi. Shuni ishlatishni o'rganib oldim. O'zi qiyin emas ekan. Bosilar ekan, banan. Qani, chiqdimi, chiqmadimi? Ha, mana. Chiqar ekan unaqa narsa. Keyin buni olib yopishtiriladi. Kassada hisoblab beradi. ChatGPT maslahat bergan. Ko'p joylar mana shu tarafda ekan. Ketyapman.
Beraber ko'rib chiqamiz hammasini. To'g'rida Boyteri. Sizlarga ko'rsatuvdim. Tiyina o'tamiz arkani. To'g'rida Xon Shatir. O'sha arka. Masjid bor ekan. Ostonada bitta katta masjid bor ekan, O'rta Osiyo. Ikkinchi o'rinda turar ekan, o'sha yerga ham boraman. Mana. Shu bino ham chiroyli ekan. Adashmasam Nyu-Yorkda Central Park Hall deb shunaqa bino bor. Baland. O'xshab ketar ekan o'shanga. Ko'p qavatli binolar ham ko'paygan, bilmaymi? Nechta sanaganim yo'q. Masjidga ham yetib keldim. Yetganimda Markaziy Osiyodagi eng katta masjidlardan bittasi ekan. Birinchi o'rinda adashmasam Tojikistonda bitta masjid turar ekan, undan keyin bu. Ko'rib ko'rish kerak baribir ma'lumotlarni internetdan. Fakt check. Ana oldiga keldim. Hozir Google'dan qidirib ko'rdim yana bir marta. Yetish uchun O'rta Osiyo, Markaziy Osiyodagi eng katta masjid shu ekan. 235 mingta odamni sig'dira olar ekan. Internetda yozilishi bo'yicha. Mana Hazrati Sulton ekan. Hozir oldiga ham borib ko'ramiz, oldi tarafiga. Masjidda birinchi qavatda oshxona bor ekan, o'sha yerda birato'la ovqatlanib. Ichkarisi shunaqa ekan. Odam namoz o'qiyapti. Naryoqda yana bitta zali bor ekan. Ana hozir ikkinchi zaliga ham o'tdim. Asosiy. Voy. Ostan katta ekan-lekin. Ichkarisi mana. Ko'rish kerak edi mana. O'zi katta ekan-chi mana. Ustunlari ham juda katta ekan. Balandligi necha metr?
Masjid ichida shunaqa joy ham bor ekan. Kerakli kitoblarni, boshqa narsalarni sotsa bo'ladi. Hazrat Sulton masjidiga yaqin joyda tinchlik va totuvli saroy bor ekan, ham 3 burchi piramidaga o'xshagan. Bitta mana qanaqadir yana bitta ustun. Yo'q bilmadim, bir bino bor ekan yana. Bu masjid. Ko'rinish. Hostelda charchadim lekin. $20 ovora qoldim bir kunga. Ko'ramiz. Nima bo'ladi? Nima qo'yadi? Bir gap bo'lar. Vid shunaqa. Shunaqa ekan, zo'r ekan. Ko'terilar ekan. Keyin bu yoqqa buralar ekan. Bo'ldi, ochilar ekan. Ko'tarmasa unaqa aylanib yotarar ekan. Yaxshi narsa ekan. Kalt ko'tarib yurish shart emas. 269-xona deydi. 11-etaj. 11-etaj, ikkita lift. Ana o'sha boyagi vid. Pastda odamlar, parkovka, bolalar maydonchasi, Magnum ekan. Shunaqa. Ko'chadan qaraganda ana mudom edi. Ana mashinasi. Bu bir emas, ikkinchisi. Ana shu. 11-etaj, 12-etaj ekan mana bu. Qaysi bittasi? Mana qaysi biri ona ishda bittasi. O'zi ham unaqa joy mana. Mana Turon ko'chasiga, Turon prospekt. Anaqa Ostonani chap tarafida ekan. Ishim daryosining chap tarafida. Hozir o'sha kecha dam olgan qo'ygan kvartiramdan chiqib 500-600 metr nariyoqda yana bitta kvartira bor ekan. Bekturov ko'chasida. Yo'lni bu yoqda. Hozir o'sha yerga kelyapman. Gaplashdim. Birovni narxi yomon emas. O'shanaqa. $20 zarar qilsa zarar qilmas. Oskelichi yana olib tashiyman, qat nima o'zi. Ana ham ko'chada edi, demak shu dom ekan. Livan necha etash. 4-podyezdda ham bu. Bir to'rga ketyapman. Hozir chiqsam, toping. Mana ko'rsataman. Bu yoqdan ham o'sha vid deyarli. Faqat pastda Magnum emas. Magnum ham yo tarafda. Bolalar maydonchasi. Abu Dhabi Plaza. Boramiz, bu yerga ham boramiz yana. Mana keyingi anaqa kvartira, oshxonasi, balkon.
Qozon tog'. Narigi kvartira yaxshiroq edi undan. Mayli. U faqat bron qilingan ekanda. Mayli. Oz anaqani ko'ramiz. Ko'chani. Shaurma yemaganim yilli bo'lib ketdi. Kiruvda 15-nomer berar ekan. Shaurma food degan joy ekan. Abu Dhabi Plaza'ni oldiga keldim. Sheraton mehmonxona ham bor ekan. Qurilishlar ketyapti. Ichida savdo markazi bor ekan, hozir kiramiz o'sha yerda. Nima bor ekan? Ichiga kirdim men. Savdo markazini. Bilmayman nimalar bor, nimalar yo'q. Aylanaylik endi. O'zbekcha oshxona ekan, afsona. Do'ppi kiyib yurishibdi odamlar. Abu Dhabi Plaza'ni oldida katta bunaqa bog' bor ekan. Shu yerda aylanib yuraman. Hali daraxtlar katta emas. Yillar o'tib katta bo'lishi kerak. Ostonada Olmota ko'chasi bor ekan. Bugun yaxshilab ishlamoqchiman. Ish o'rnini hozirlab qo'ydim. O'tirib bosamiz hozir ishni. Men binoni ko'rdim-da. Qancha kvartira qursa bo'lardi. O'sha narsani esimga tushdi. Qo'ron ochib ketdi ana. Grechka, tuxum, pomidor, bodring, file. Yazgina qo'ron, menimcha yomon emas. Soat 4 bo'lyapti. Ostona bo'lgan safarni qaritib sekin orqaga qaytaman. Qattasan Toshkentda. Kallay saharlab. Mana shunaqa qo'shilar ekan, poyezd. Ulanar ekan, nima deymi? Men 23 ta ketaman. Shunsan 23. Ketaman, soat 10 yaqinlashib qoldi. Kecha 4:33 da yuruvdik. Bugun ertalab eskicha stilda anaqa Qarag'andadan o'tdim.
yo'l oldim. Chimkent vokzaliga yana. Ertalab soat 8. Ana Qoplonaga ketyapman. Chimkentdan shokolad oldim. odamiy bo'lib qolish vijdonda.